Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Abu Hamid el-Gazali rahmetullahi aleyhinin Bidayetül Hidaye namlı kitabıda biz aldığımız derslerimizde takvalıknınki zahiri şekillerden ibadet bölümünü tanıştırıp öttük. Biz bugünkü ve ötken hepsi dersimiz zahiri takvalıknınki ikinci kısmı günah-ı masiyetin yarak duruş hakkında toxtulup bugünkü mesele devzakka yetti devzak bo'lganga o'xshash odam bedeninde yetti a'zo bor. Bu yetti a'zo yetti devzak uchun yaratilgandek birmi-bir mush eng ko'p gunoh sodir bo'ladigan asosiy gunoh-ı ma'siyat mush yetti a'zoda gavdlangachga İmam Gazali rahmetullahi alayh mush yetti a'zoninki ahamiyati haqida bakrak to'xtalyotdi. Bugünkü to'xtalmoqchi bo'lgan temisi Gazalining qo'saq masalasi. İmam Gazali rahmetullahi alayh shundoq deydi, qo'saqni harom va shubhi narsalarni yeyishdan saqla qo'sqani. Davomliq halalni izlaydigan, halalga erishman bo'l. Agar halalni topolgan taqdirdimi, bek to'yab ketmay normal yeyishga odatlan. Chunki bek to'yab ketgan vaqtida odamning qalbini qasavat basıdı. Yani dil qatıdı. Adamın zihni, idraki bozuludu. Hepsi tövelleydi, naçarlışıdı. Azalar ibadet ve ilim ügnişten bir xil g'ururluq, ig'irlik his qiladi. Shahvat aviydi, aşıdı. Şeytanның qo'shillarga yordam berdi. Halaldan to'yishning o'zi bütün yamanlıkның baş manbasi bo'lsa, undaqda haromdan to'yinganda qandaq bo'lib ketadi? Her bir musulmonning halalni talab qilishi bu muhim bir farz. Halalni yeb turib qilgan ilm va ibodat gendiga, ya'ni poq suydikka bino qurilish sog'anga o'xshaydi deb shundaq dedi. Chunki chirigan, sesigan, gendiler üstüge, qig'lar üstüge bina sağgan vaqtida bunda bina uzun mezgil turmaydi. Belki şu vaqtning o'zida yo'qolib ketishi mumkin. Demak, o'li chingmaydigan asosi yo'q demakchi. Foydasiz. Sen imkon bor bir yilda qo'polroq, ayni vaqtida asosan to'qilma kiyimlar qo'lda to'qilgan bo'lg'achqa beknayt sipta nefis yumshoq tikilgan kiyimlar katta sardor boylarning, podshoh, valilar, amir, lashkarlarning bo'ladi. Kattalarning. Ammo qo'pol bunday kiyimlar nayt kambag'al, ojiz odamlarning. Da bu naytda arzon bo'ladi buniki ba'zi. Bir kunda chalı kepak nondan 2 girdi bilan qanoat qilib yazsang yaxshi. İmkon bor say, go'shtlik, bak hashamatlik, huzurlik, lazzatlik tamoqlar bilan az lazzatlan, az huzurlan dedi. Bu meselede buningki sharhisida İmam Gazali rahmetullahi alayh nurg'un hadislarni keltiribdi. Buni so'zlab o'taylik. Ayşe radhiyallohu anhadan rivoyat qilinishicha, bu onamiz shundoq deydi, bizga oylab o't uyimizda o't yiqilmaydigan vaqtlarni beshimizdan o'tkazgan. Faqat suv yoki xom bilan tirikchilik qilatdik. Lekin ba'zida hamda go'shtmi kep qoladi dedi. Mesela sahobalar to'g'ri o'ltirgan bo'lsa, bu işte go'sht so'g'at qilgan bo'lsa, mesela yoki ancha-muncha payg'ambarimiz go'sht taqatgan bo'lsa, g'animat to'g'larini so'yib, shuni yeyib qoladiq demak. Yani eskertib shunaq deydi. Muhammed ailesi buğday nağı to'yab bakmadı. Sap buğday nağı to'yab bakmadı. Yani bir xoma. Binas tapsımı, nan tapsımı, yani xomilar yani qo'saqni esdalimsa, nağı to'ymaydi demekçi. Muhammed ailesi arqa 2 kun keyni-keynidan bir apı nağı to'yab bakmagan. Bu avval ta Peygamberimiz dunyodan ketganga qadar davomlashgan. Biz 2 qor narsani to'yab bakmadik deydi. Yani buğday, apa degandek narsalardi. Hatta Abu Hurayra radhiyallohu anhu shunaq deydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam dunyodan ketgan vaqtida apinaga to'yab bakmagandiga.
guruch degan narsa o mumkin emas, ko'rib bakmagan sahabalar hayotida. Nu'man ibn Bashir shundoq deydi, sizlar xohlagancha yeb, xohlagancha ichib, turmushingizni baxt, saodatda, huzur, halovatda emasmi? Men sizlarning payg'ambaringlarni ko'rgan. Aqallisi qo'shiq to'yg'idek eng nachar xomunim topolmagan deb shundoq tasvirlagan. Ummu Hani radhiyallohu anha shundoq deydi, payg'ambar alayhisolatu vasallam uyga kirib, qishingizda bijimi bormi debdi. Yo'q, faqat mishadi bir quruq non bor, bir sirka va desam, ekiling dedi. Sirk va uyda adam bo'lmay qolmaydi dedi. Bu yerdagi adam ma'nosi yani aralashma narsalarni, masalan bizniki bu shu nima deymiz? Suv qaynoq deymiz. Suv qaynoq o'xshash narsa, aralashma narsalar. Yusuf ibn Abdullah ibn Salam shundoq deydi. Bu büyük Yahudi Abdullah ibn Salamning o'g'li Yusuf ibn Abdullah. Bu ikkilisi dadı bo'lish kelgan sahabalar. Yahudilardan eng burun Müslüman bo'lgan katta Yahudi alimi bular. Bu kishi deydi, Payg'ambar alayhisolatu vasallamni ko'rganman deydi. Bir apınandan bir burda qo'liga elib, ona bir xomini qo'yib, mana mushu idam degan. Yani bu bizden bugungi kunimizda aytilgan sandwich. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan Payg'ambar ibn Umar radhiyallohu anhu shunaq deydi, Payg'ambar alayhisolatu vasallam mundaq degan edi. Mening qashimda bir oq non bo'lgan bo'lsa, yoki chala bir bug'doy non bo'lgan bo'lsa, bir labanga ya sutga yoki moyga aralashtirilgan bo'lsa deb shunda yoqtirib, shunda bir xolab ketdim dedi. Bir odam o'rnidan qo'pab shu narsani elib keldi. Bir sizlar yoqtirgan narsani. Payg'ambarimiz bu mayni sen nima qo'yib qo'yganding desa, biz kila soğusuğa dedi. Yani kila tutup mesela saklaydıgan bir soğusu vakende şunun koyup koygan temsile bunu al degan. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kila yemegen. Ama sahabalarının yiyişini Resulullah çeklemegen. Resulullah yaktırmaydıgan hayvanatlardan. Hakikaten zemin bu başkalarınınki sözü. Zemin halaldan her vakit hali emas. Davamlıq yani halaldan hali bulanmaydı. Yani halal ba izleyen adamga dedi. Çünkü Allah subhanahu ve taala insanlardan imkan bulduğun narsalarni talep qılıvatıdı. Lekin halal bazı o'rinlarda ko'p uchraydi, bazı o'rinlarda ko'p uchramaydi. Bir odamning tashqi ko'rinishi go'zal bo'lsa, o adamның qılayotgan işi, mal dünyası töhmetga uchramaydi dedi. Yani buna ait kinoyalik söz bu yerda ishlatilgan. Bu İmam Sohrivardining so'zi. G'azalining o'zining so'ziga qaytib kelsak, G'azali sana yetarlik halal her vaqt tepiladi. Çünkü halal degan ait ko'p dedi. Yuqorqi so'z mush so'zningki ostida shariasiga berilgan so'zlar. Endi sening mecburiyetin, sening bir ishlarning ichki taraflariga baddidan ziyoda berilib ishinib ketishing bu toza yaxshi avval emas. Balki sening harom deb qaragan, shubhilangan narsalardan saqlanishing kerak. Yoki sen harommiki deb o'ylab qolgan narsalar bor. Bunday narsalardan saqlanishing lozim. Masalan, shu mol dunyoga masalan naq bir xil alametler, belgeler bada mesela haram aralashgan. Şu sen bilse ko'rgan degandekda. Şu asosda buni saqlanganing yaxshi. Bu so'zinki shariasida shundoq deyilibdi. İmam Samhudi rahmetullohi alayhi o'zining Fatava nomli kitobida shu mazhabda, balkim bu Hanefi mazhabli kishi bo'lsa kerak, haromga aralashgan qo'llardan bir narsa yeyish makruh. Bu yerdagi faqat makruh degan gap ahiretde cezaga tortilmaydi. Yani bilmagan ahvol ostida yani cezaga tortilmaydi degan bo'ladi bu yerdagi. Chunki mal kimning qo'lida bo'lsa, shu mal shu odamning bir mulkdor ekanligini ko'rsatadi. Hamda
Muhazzab degan kitobniki sharhisida dalil ko'rsatdi va undan boshqa kitoblarda bir mol dunyo bir odamning qo'lida bo'ldi ekan, shu mol shu odamning mulki degan hukmni berdi bizga amaliyotda. Buni shu mazhabning ulamolarimiz shunday naql qilib o'tgan. Bir odamning haromdan mili ko'pkan. U odam shu harom ishlar bilan mashg'ul bo'ladi ekan. Lekin u odam bilan so'dlashish harom emas. Masalan, u odam halol narsalarni sotishi mumkin. Ammo haromdan tepib, pul tepib, halol narsalarni sotishi mumkin. Oshxona ichishi mumkin masalan. Va hokazo shunga o'xshash. Bu yerda ham halollik imkoniyati bor, ham dalil yo'q haromlikqa. Bu demakchi bo'lgani masalan, haromdan pul tepib, halol narsalarni sotadigan odamlar bilan savdo qilish o cheklanmaydi demakchi bu. Lekin hamda harom tushib qilish ehtimolidan ensirab makruh deb qaragan. Masalan, shuni qo'lida tomoq yeyish yoki shuni oshxonasida tomoq yeyish va hokazo deganga o'xshash. Xo'sh, bu fiqhiy masala, bu masalani fiqhiy kitoblarda e'tirofli izlangan yaxshi bu jihatda. Hamda harom molga kelsak, harom molniki aniqlari bor. Masalan, jazoni, cho'shqa, undan boshqa ishit va hokazoga o'xshagan masalanda. Ammo gumonli harom mollar bor. Unda bir qism belgilari bor uniki. İşaretler ko'ringan. Mesela sultanның mal dünyalari, valilarning mal dünyalari. Ba'zi odamlar aroq setib, aroq kechlik bilan pul topadigan, jazon kechlik bilan pul topadigan, chalg'i asboblarni setib pul topadigan, boshqalarga yig'lab berib, qo'shoq to'qib berib pul topadigan. Bunday odamlar bor. Bunday odamlarga topgan mal dünyalari haram deydi G'azzali. Sen bir adamның köpligen mal dünyası haramdan kelganligini bilgen takdirde onun qo'lidan bir narsa amma yeyme. Azroq halollik imkoniyati bor taqdirdami? U haram bo'lib qolishi mumkin. Chunki odamning 80%, 70% gumoni bu yerda haromlik tarafini isbotlayotdi. Amma sap haram narsalar bor. Mesela vaqfining mal dunyolarini yeydigan odamlar bor. Vaqfidor belgilagan shartlarga uyg'un tushmaydigan. Masalan, mushta vaqflarda yesang bu aniqlan bu haram. Hamda fiqhiy masalalar bilan shug'ullanmaydigan odamning maktablardan pul olishi haram, bir narsa yeyish haram deydi. Bundaq demakchi bo'lgani bir faqih odamga bir vaqf qilibdi-da. Bu vaqf qilgandan keyin bu masalan bu faqihlarga bu vaqfiniki butun kirimi degan bo'lsa, va'din faqih bo'lmagan odamlar bor. Faqihlik nomi bilan mol dunyosi haram demakchi. Ayni vaqtida Qashqarning shu butun xonlik madrasalar, undan boshqa boylar, cho'ng sardarlar, kattalar sağan Qashqarniki nurg'un mahallarda, yezlarda, noylarda Uyg'urlarning qadimdan sağan vaqfi yerlari bordi, vaqfi bog'lari bordi, vaqfi madrasalar, maktablar bordi. Bu vaqflarni kim yeydi? Aş vaqfiga bekitilgan odamni yemaydi. Shu yurtning mulla ulamoları. Mulla ulamolarimi haqiqatda Rabbani mulla ulamolar emas. Bu shu yurtning baglariga yaqin bo'lgan, anda yurtning qozilari, uningdan boshqa shularga urug' tuqqan aloqador odamni yegan. Bir madrasada 5-10 bola bo'lgan bo'lsa, bu madrasaning vaqfisidan yeydigan 50-60 100gacha turli galvonli bo'lgan. Bular hammasi hatto hech nima bilmaydigan odamlar. Mana Qashqardagi shu vaqfi madrasalarningki ko'plari keyingi mezgillarda shu vaqfini o'ttirib qo'ygan, vaqfida belgilagan shartlarga tushmagan ahvol ostida nurg'un vaqflar yeyilib tugab ketgan. Mana bu masala 19-asr, 20-asrda
Noshirvan Yavuşevniki 6 şəhər məktublarda bayan qılınğan. Günah qılmışları bu adamның şahadeti guvahlıqı qəbul qılınmaydı. Sopuluq namı bilan vaqfa və vaqfidən başqa orunlardan pul tepib yeyiş bu haram çəklindi. Biz İhya Ulumuddin namlı kitabımızda məxsus halal haram şübhilik məsələ haqqında biz nurgun məzmunlarını bayan qılıb ötdük. Sen şu kitabını oqub ötkin. Halalını biliş, halalını izləş, her bir Müslümanğa 5 vaxt namaz kəbi pərzdir. Mana bu qosaq məsələsiga münasibətlik məzmunlar. Ondan başqa özəng səni saqlaş tegishlik mühim əzalardan cinsi əza. Bunu Allah haram qılğan hər qandaq nəsdən saqlığın. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de mundaq deydi. Özünün cinsi əzalarını saqlıqçılar faqat özün dedekleri yoki ayolları bilan munosabat o'tkazadigan boshqa yot jinslar bilan munosabat o'tkazmaydigan mushta odamlar haqida bularni maqtab sifatlayotdi. Malomatga uchirmaydi degan mazmunda. Hamda o'zingning jinsiy a'zoyingni ko'zingni boshqalarga qarashdan, nomahramga qarashdan saqlagan vaqtingda o'zingni haromdan saqlay olasiz. Dilingni o'ylashdan, xiyoldan saqlagan vaqtingda, qo'saqni shubhidan, to'yinib ketishdan saqlagan vaqtingda jinsiy a'zoyingni saqlay olasiz. Mana chunki bu yuqorqi omillarning hammasi shahvatni qo'zg'atuvchi va shahvatning bular ko'chdi, urug'i bu. Uningdan boshqa ikki qo'l masalasi bor. Bu ikki qo'lni sen saqlashing kerak. Mana bumi davzaqqa eng yaqin a'zolarning biri. İki qo'lingni har doim bir musulmonni urib qilishdan saqla. Yoki qo'ling orqali haram mol dunyo tepib qilish, haram narsa yeb qilishdan saqla. Allohning mahluqotlaridan biror insonlarga aziyat berishdan saqla. Bir musulmonning omonatiga xiyonat qilishdan qo'lingni saqla. Sen so'zlash imkoniyat bo'lmaydigan, durust bo'lmaydigan narsalarni yezib bu qanma deydi qo'l orqali. Chunki qalamning o'zi ikki tilning biri. Sening so'zlaydigan bir tiling bo'lsa, qalaming ikkinchi bir tildir. Shuning uchun tilni sen nemadan muhofazat qilib saqlagan bo'lsang, qalamni shuningdan muhofazat qilib saqlagan. Hamda ikki put deymiz. Bumi davzaga yaqin a'zolar. Ikki put masalasiga kelsak, haramga minib qolma bu ikki put orqali. Yoki zolim sultonninki saroylarga berib, u yerda podaxchilik qilib yurma. Zolim sultonlarning huzuriga ehtiyojsiz, zarursiz holatda berib qilishning o'zi ig'ir jinoyat. Bu ularga qilgan sening hurmating, kamtarliking. Allah Teala ameliyatda ulardan yüz o'rishga, ularga yaqin kelmaslikka buyurgan. Allah Qur'on-i Karimda bu ayet-i mundaq debdi. Estaizu billah. Ve la terkenu ilellezine zelemu fetemessekumun nar. Zalimlarga yan basmanglar. Sizlarni davzaq yeb ketmesin. Bizning zikrimizdan yüz o'rgan kishilardan yüz o'rgin dedi. Chunki zalimlar Allohning zikridan yüz o'rgan kishilardir. Sen ularning huzuriga borgan vaqtingda ularning sonini sen ko'paytirib birsan. Qo'llag'uvchilarini ko'paytirib birsan. Ularning zulmiga nisbatan zulm qilishiga sen fursat yaratib birsan. Agar sen mush qilmishlaring, xushomatlaring, ularning mol dunyolarini izlab shu maqsadda bo'lsa, unda sen haromga harakat qilibsan. Haromni izlab, ko'zlab minibsan. Amaliyotda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir yaxshi, salih bir boyga boy bo'lg'achqa kamtarlik qilsa bir odam, bu odamning 3dan 2 qism din, diyonati yo'qaydi dedi payg'ambarimiz. Bu bir yaxshi boyga qilgan odatdagi normal muomalang bundaq bo'lganda, zolim boylarga xushomat qilgan vaqtingda, ham do'stxon bo'lgan vaqtingda o'ylab baqa ahvoling nima bo'ladi?
Umuman ilpitqa vaqtida senin her bir harekatların, sukunatların, muş a'zalaring bilen tel, quloq, qo'l va tiz hammasi Allah'ın sana naati büyük bergen inamıdır. Bu a'zalaringni asla Allah'ni naraz qildigan ishlarga ishlatma. Her vaqt Allah'ni xursand qildigan, Allah'ın taatiga ishlat. Sen yani bilib qo'y. Sen bu ishlarda nuqson uchirsan, bunun vabali san qaytib keladi. Eğer sen belingni ching bağlap, belkangni turib harakat qilsang, bunun mevsini sen ko'rasan. Allah sana muhtaç emas, senin ibadetinge muhtaç emas. Her qandaq nefs özünün qilmishlariga qarta ish yurgiziladi. Yoki qilmishlariga bog'liq bularning etmishlari. Sen hergiz manda deb qolma. Allah mertdir, rahimdir, asi günahkarning gunohlarini mag'firat qiladi deb manda xiyol qilib o'zingni oldima. Bu haq gap to'g'ri, ammo buningda botillik maqsad qilingan. Bunda adam Peygamber sallallohu alayhi vasallamniki so'zi bilan ilib etgan vaqtida hamoqat, ahmaq deymiz. Chunki Janob Rasululloh haqiqiy zirak, aql adamlar degan o'zidan hisob so'rab turadigan, o'z nafsi bilan kurash qilib turadigan odamdir. O'limdan keyingi dunyo uchun harakat qiladigan, tirishadigan odamdir. Ahmaq o'z havoyi havsiga ergishadigan, Allah'dan turli arzu umidlarni kutadigan odamdir. Qilmishlari boshqa, umidi boshqa. Agar navoda bilsang, bu gaping kimning so'ziga o'xshaydi? Masalan, bir odam diniy ilmlarda faqih bo'lib, diniy ilmlarda faqih bo'lishni arzu qiladi. Ammo ho'rin, bekatalat. O'sha odamning gapiga o'xshaydi. Bu odam deydi-da, Alloh degan sehi mard mening qalbimga payg'ambarlarning qalbiga ato qilgan ilm, irfonlarni, ilm ladullarni ato qilyapti. Terishmisanmi, takrar qilmisanmi, yozmisanmi deydigan mushta bir ahmoqlik bor. Mushta odamlarga o'xshaydi. Bu xuddi yana mol dunyoga erishmoqchi bo'lib, ya terishni, tijorat qilishni, kasb qilishni bilmaydigan, buni qilmaydigan odamga o'xshaydi. Bekatalatlarga. Bu ham Allah sehi mardqu, Allah'ın osmon ziminda mekan xazinalari bor. Allah Taala menga bir boyliqni ko'rsatib qo'ysa, boyulab ketsam, kasb qilishimdan qutulsam deb qoladi. Xuddi ba'zi Allah ba'zi bandalariga ashta mol dunyoni o'zi uchun ham beribdi. Ashunga o'xshash beriversa deb bekatalat yurgan Lay G'azalning so'zlariga o'xshaydi. Amaliyotda sen yuqorqi misaldagi ikki odamning gapini anglagan vaqtingda buni cho'qim sen ahmoq deysan. Ularning bu so'zni masxir qilsa. Amaliyotda bu ishkaylan Allohning sehi mardligi, qudratini haqiqiy rostil bayon qilganlar. Sen Xudodan harakat qilmagan ahvol ostida Xudo tarafga bormay turib mag'firat izlagan, mag'firat tilagan vaqtingda din diyonatlik qalb ko'zi bilan ko'radigan arboblar sana kuladi. Allah subhanahu va taolo shunday deydi, insonning qanday harakati bo'lsa, nima qilmish bo'lsa, shu bo'yicha bunga foyda ziyon o'lcham beriladi degan. Undaqda inson ilm, irfon ilish uchun, mol dunyo to'plash uchun Allohning karim lutfi iltifotiga tayonish bilan birga tirishchanlikni tashlamaydi ekan, oxirat masalasidami ana shunga o'xshash cho'qim oxirat uchunmi tayyorlik qilish lozim. Sen mag'rurlanma.
Dünya ve ahiretning parvardigori Xudosi bir. U Allah dünyadımı, ahiretdimi Kerim ve Rahimdir. Senin tirişçanlığın, emgeklerin arkalık Xudanın kerimi, iltifatı, lütfu işip kalmaydı. Fakat Xudanın bu kerim, lütfu nime diye vaxtıda mengülük senin bir mülkün boğan, cenneti rızvan boğan, muşu yolga yetip barıdığan yolunu kolaylaştırdı Xudanın bu kerimi. Sen sabır bilen, davamlıq sabır bilen yaşayan bolsan, şəhvətni tərk etelgen bolsan, küllep. Mana muşu uşuq çıqqan keremlik Xudanın en ali iltifatı sana bergen. Demekçi boğunu sana Allah Taala yaxşı işlerini qilishga fursat bergen bolsa, ibadet qilishga fursat bergen bolsa, Allah Taala seni yaxshilar tarafiga qo'shgan bolsa, muşu Xudanın sana bergen kerim lütfidir. Sen bomdatga vaqtida qo'palgan bolsan, namozga vaqtida chiqalgan bolsan, bomdatni jamoatda o'qiyolgan bolsan, ilim irfon o'rganilgan bolsan, imoning oshirgan bolsa, mushu Xudoning sana ato qilgan karim lutfidir demakchi. Sen o'zingcha bikotalatlarning xom xiyollarini so'zlab, xiyol qilib yurma o'zing. Sen haqiqiy solihlar, ixlosmand siddiqlar, payg'ambarlar, irodalik, aqlliq kishilarga ergashgin. Hergiz sen termagan narsani urman deb tamoq qilib qolma. Hergizmi hay kashki namoz o'qigan, ro'za tutgan, jihad qilgan, taqvodir odamlarning gunohi mag'firat qilinsin dedi. G'azali bu so'z orqali yani Xudoga o'zini tiqib, yani boshqacha namoz o'qisangmi, jihad qilsangmi, taqvo bo'lsangmi, mag'firat qilmiz beka. Shunda qaysi bir mag'firat bo'lib ketgan bo'lsa, cho'k kashki dedi. Yani ibodatning qabul bo'lish masalasida G'azali rahmatullohi alayhi aytdi. Tuvan bir ehtimollikni o'tirib qo'ygan bu yerda. Yuqorqi iboralar, jumlalarni mushu anglab a'zolaringni, tashqi a'zolaringni cho'qim rioya qilib o'zing saqlashing kerak. Amaliyotda bu a'zolarning butun ish izlari mush qalbning sifatlaridan oziq oladi. Qalbdan teshig'i tepadi. Bu so'zningki sharhisida mundaq bayonlar berilgan. Masalan, sen deb qilishing mumkin. Mesela asi günahkarlarınki tövendik sözün hatalık nerede? Ameliyatda Allah kerimdir. Allah'ın rahmet, mağfiretini izleyimiz o. Mesela hadiste Allah şunak deydi. Ben bendemnin yaxşı gumanı qilishida, shuning uchun menga yaxshi gumon qilsin degan so'zi bor. Bu so'zga nisbatan xato emas-ku deyishing mumkin. To'g'ri? Bu so'zinki shakli jihatdan, tashqi jihatdan qabul qilg'ili bo'ladi. To'g'ri bu gap amaliyotda. Lekin bil deydi. Shayton insonni mushta yaxshi gaplar bilan aldaydi. Amaliyotda buning teshi maqbulda ko'ringan bilan ishchi xatarlik. Buni rad qilish kerak. Agar teshidagi yaxshi go'zallik bo'lmagan bo'lsa, qalb aldanmagan bo'ladi bu go'zallikdan. Lekin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu yerda ochiqlab dediki, haqiqiy dono degan o'z nafsi bilan kurash qilgan, o'limdan keyingi holatlar uchun, kunlar uchun tirishgan odamdir. Ahmaq, havoyi havsiga ergashgan, Allohga umid, orzu, xiyollarni ko'p qilgan odamdir dedi. Mana bu Allohga ham xiyol qilganlikdir. Şeytan bunun ismini raja, ümit qo'yapti. Nadallar bundan aldangan. Allah Taala raja degan kelimening sharhisida mundaq deydi: "Estaizu billah. İnnellezîne âmenû vellezîne hâcerû ve câhedû fî sebîlillah ulâike yercûne rahmetallah." İman etgan, hicret qilgan, Allah yolunda jihad qilgan kishilar
Allah'ın rahmetini raca kılışıdır dedi. Bu yerdeki raca meselesi ularga layıktır. Layıktır. Çünkü bular iman etti, hicret kıldı, cihat kıldı. Andın Xudanın rahmetini raca kıldı, ümit kıldı. Mana bula ümit kıysı buludu. Sen hiç ne kılmay ümit kılamsa demek. Mana bu ahiretinin sevabı emellerge karta berildi degen gep. Allah Kur'an-ı Kerim'de ular kılmışları karta mukafatlandı dedi. Yani Allah Kur'an-ı Kerim'de ve innema tuvaffavna ucurakum yevmel kıyame. Kıyamet günü ecrinlerini toluk alırsılar dedi. Hasan degan kishiga deyilibdi, bir bilik odamlar Allohdan umid qilamiz deyishdi-yu, ammo amalga kelganda sal loyig'azalroq deb so'rilibdi-da. Degandan keyin bu odam, "Ya, to'lim jiroq bu gap. Bu ularning ayta xam xiyoli. Bu xam xiyollarda mushto lag'aylab kuchib yuradi. Ammo bir odam bir narsa umid qiladigan cho'qimsin izlash kerak. Bir narsadan qo'rqqanken qichish kerak" deb javob berdi. Mesela bir odam dunyoda bola orzusi bor ekan. O'tiq to'y qilmabdi. Bola bergin deydi. Ma'tu bu. Imo etmay Xudoning rahmatini umid qiladi ekan. Yak imo etib amal qilmay, yak amal qilib gunohini tark etmay umidvor bo'ldi ekan. Bu mag'rurdir. Ya'ni o'zidan mag'rurlanish, yoki aldanish o'z nafsiga. Mesela bir adam to'y qilibdi, ayollik munosabat qilib, ikkili taraf qanoat hosil qilib, mesela. Lekin shundoq bo'lsa-mu, bir ansirash, bir umidvorlik ortida yashapti. Bir bolam bo'lgan degandek. Qo'rqaydi, umid qiladi Xudodan. Shu bolaning yoritilishi, shu bolaning shu rahmidan, ya'ni bolayotqidan turli musibatlar chatoq chiqmiskan, onu bir avarchilik uchirmiskan degandek ta shu bola dunyoga chiqishilik, saq tug'ilg'ichilik bir andishda bo'ladi. Mana buni biz dono deymiz. Bu emgak qildi, Xudodan tilidi, tang ilib bordi bu yerda. Masalan, imo etgan odamlarmi, yaxshi amallarni qilgan odamlar, gunohlarni qilmagan odamlar qo'rqincha umid orasida yashaydi. Emelim qabullanmay qalamı? Men bir ömrüm şu yaxşılık usiz mağanmay qalamanmı? Ahir hayatım naçarlık bilan ötep qalamı? Dep qo'rqinchida bor yashaydi. Yani umidin bor yani bunda adamda. İman kelimesi de mustahkam qilsken deb umid qiladi. O'zining dinini turlik sakratul mevt ahirgi mezgillarda insonning bo'ladigan bir qism yomon holatlar, shuni saqlashni umid qiladi. Tavhid ustida o'lsamkan deb umid qiladi. Qalbini shahvat bo'lgan moyillikdan to'sidi. Ömür bo'yi bir gunohga moyil bo'lmaydi deb. Mana bu dono deymiz. Bulardan boshqa odamning hammasi mag'rurlar bular. O'zini o'z aldaydigan xam xiyoldagi odamlar. Deb mushu tushunchani berib o'tgan. Xo'sh, inson dunyoda Xudo bilan bo'lgan muomalada bakmo umiddan voz kechib, qo'rqib yasak o'zimizni yo'qotib qo'yamiz. Biz qo'rqishni qo'yib, biz mutlaq umid yasak, buningda biz yana aldinib qolamiz. Shunga o'ttir hal yo'l hem umid, hem qo'rqincha, hem umid, hem qo'rqincha. Mush asosda menib Allah Taalaga en iman ustida pakiz holatda Allah Taala hammamizni uchrashga nasib etsin. G'azalining so'zi qaytib kelsak, sen mush a'zolaringni yomon ishladin, qo'g'dashni sen iroda qilsang, maqsad qilsang, eng muhim ish qalbingni pokiz tut. Qalbingni pokiz tut. Mana bu botiniy taqvolikdir. Botiniy taqvolik sening qalbingda. Bu taqvolikninki eng muhim yadrolik negizi ma'lum. Bu qalb degan bir parcha go'sht yaxshi bo'lsa,
bütün a'zo yaxshi bo'ladi. Bu qalb buzilsa bütün a'zo buziladi. Shuning uchun o'zingning bütün a'zolaringni, harakatlaringni yaxshi qilishing uchun, isloh qilishing uchun avval qalbingni isloh qilishing to'liq zarurdir. Xo'sh, undaqda bugungi darsimiz mushakchi bo'lg'ay. Biz ham a'zolarga munosabatlik masalalarni to'xtalib o'tdik. Keyingi darsimiz Alloh xolasa qalb masalasida to'xtalib o'tamiz. Bu qalb masalasi nihoyat muhim bo'lgan psixikalik tema. İnşallah bu dersimizni ko'ngil qo'yib anglashinglarni umid qilamiz keyingi darslarda. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.